Kekullar mana 7 ta bostirganimda 5 ta osib chiqqan kattaxona ichida. 5 tadan kekullar 3 tasi shu bugungacha mana hayot. 2 tasini umroqsida ekan. Ular antazorga ishga ketgan. Davlasi mana shu 3 tasi bor. 5-6 kunda ular ham cho'skiga ketadi. Salani bitta urib nima qilib olsin, zo'r bo'lib olsin. Keyin aroqlar bo'yida yuradi, o'zlari. Kekullar ko'rib tomosha qilib mazahlaylar. Sal katta bo'lsa, kekullar xolos makiyoni ajrasa, rizq nasib bo'lsa, kekullar kimga bo'lsa orasida mana haqiqiy zo'rini bilasiz, kekullar. Bu yaponchalik qo'y ustida endi ballarni ham ochib chiqqan edi, nevarasini ham ochib chiqqan yaponcha qadimiy. 4 yil bo'ldimi, 5 yil bo'ldimi bu yaponchaga.